shijoatning, doiralikni yaqqol misoli Xolid ibn Valid roziyallohu anhu. Xolid ibn Valid roziyallohu anhu na islomdan avval, na islomdan keyin biron ma'rakadan qochgan emas, biron ma'rakada orqaga chekingan emas. Xolid ibn Valid Mota kunida qo'limda 9 ta qilich sinib ketdi deydi. 9 ta qilich sinib ketguncha jang qilish bilasizlarmi qanaqa? Kun yorishgandan boshlab kechgacha jang bo'lgan. Quvvatni qarang, yurakni qarang. Mana shunday qahramonliklarni ko'rsatgan, biron marta jang maydonida yengilmagan qo'mondon Xolid ibn Valid o'zini to'shagida yotib o'ladi. Nimaga desiz, taqdir qilinmaganda jang maydonida o'lishlik, birodarlar. Qo'rqoq bo'lsa ham to'shagida o'lar edi, jasur bo'lib ham to'shagida o'ldi. To'shagida yotar ekan, oxiri aytgan so'zlari yig'lab aytar edi. Falon ma'rakalarda qatnashdim. Jasadimda qilichni tig'i, nayzani uchi, kamonni o'qi sanchilmagan, biron qilich bo'sh joy yo'q, ham yo'g'i tirtiq bo'lib ketgan. Lekin Alloh shahidlikni menga nasib qilmadi. To'shagimda tuyadek yoki eshakdek yotib o'lyapman.